Assalomu alaykum. Mana 45 ta qo'y qoldi akalar. 45 dona, 50 dan ziyodroq bolali qo'y sotdim. 45 dona qo'y qoldi mana akalar. Mana ko'pi birinchi qoringa bo'g'oz qo'zilar, to'qli qo'zilar bular. Bir 4 tami, 4talar 4-chi qoringa bo'g'oz qo'ylar bor. Ha, bitta qari qo'yimiz bor, mana qashqa, qari qo'yimiz. Mana buni go'shtga boqib beraman buni akalar. Buni ichida mana irg'ochi mayda qo'zilar qochmay qolganlari bor, endi maydarog'i. 4ta, 5talar qochmagan. 6 ta qo'zi bor, qo'zi qo'chqorcha. Ularni ham boqib beraman go'shtga. Bitta katta qo'chqor, mana bu naslli qo'chqorim. Naslli bo'lgan 2 tish bo'ldi, 2 tishga yordi. Saqchini chaynab, o'zi ochgan chaynab yotibdi, mana turibdi. Bular ham nasib bo'lsa endi fevral oyi tug'ib bo'ladi. Mana shunday hurkib qolar kam qo'y bo'lgandan keyin akalar. Bir joyda o'tlamay, yaqa chopib, hurkib garang qilar ekan. Ko'p qo'y bo'lsa hurkmaydi, bir joyda o'tlaveradi. Fevral oyi tug'sa bularni ham bir 25 tasi fevral oyi tug'ib bo'ladi, sotaman bularni ham. Kimga qo'y kerak, qo'y qilaman degan odamlar bo'lsa, YouTube kanaliga obuna bo'lib, layklar bosib turadi, sir padichkada bo'lib. Obuna bo'lib qo'ysangizlar, YouTube'ga qo'yaman akalar. Birinchi ochratda YouTube'ga qo'yaman, keyin oluvchi chiqmasa Telegram gruppalarga tarqataman akalar. YouTube'dan sizni kanalingizdan ko'rib telefon qilyapman degan akalar bo'lsa, kelishtirib beramiz. Dehqonchilik qo'y qilaman degan akalar bo'lsa, savdogarlar ham telefon qilaversin mayli. Kelishtiramiz. Bozordan, asnovni bozordan arzon qilib beraman. Bozorda bunday sog'lom, yaxshi qo'ylar olish qiyin. Mana shu o'rtada kelayotgan qo'ylar ham egizchi qo'ylar bolalar. Mana sariq qo'zi ham egizchi qo'yni bolasi. Ko'p bir 3-4ta chiqadi, egiz qo'yni bolalari bor bu yerda. Endi birinchi qoringa tug'masa ham shu tug'ib qoladi, egizchi qo'y bolasi baribir egiz tug'adi. Va mana qo'zilar ham oktyabrda tug'ilgan qo'zilar. Oktyabrda emas, noyabrda tug'ilgan qo'zilar. Mana noyabrda tug'ilgan qo'zilar mana katta bo'lib qoldi, sutdan ayrilaman deb o'zi. Mana o'rtada qo'zichoq ham erkak qo'zichoq. Qari qo'yni bolasi, boya ko'rsatgan qari qo'yning bolasi. Ularni ham boqib beramiz go'shtga. Qolganlar bir 25 tasi tug'sa fevral oyi sotamiz. Mana shu qo'chqordan qochgan 2 tish kashtan qo'chqor. Mana po'chalari baquvvat. Hamma joyi kelishgan, qo'chqor yaxshi. Bitta hamrayi ham bordi, buni boqyapman uyda. Endi buni ham nasib qilsa uyga qoldirib boqamiz buni ham. Qo'zichoq ham bilib qoldi, suyanka bo'layotganini. Sog'lom qo'zilar, mana shu sariq qo'zilar. Endi qochmagan bular, endi bularni go'shtga boqib beramiz buni. Qo'y oluvchilar bo'lsa pul taxlab kanalga obuna bo'lib qo'yaversin. Karotchi deydi-ku. Layklar gumbillatib tashlaymiz akalar. O'zi kanal ham rivojlansin. Qo'zilar. Bu qari qo'y bu. Mana bu qo'zilar.
Yaxshi qo'y bular ham. Mana shular ham ikkinchi tug'ishi, ikkinchi qoringa bo'g'oz qo'ylar. Yaxshi qo'y. Ozroq yelin ko'rinib qoldi, ularni ham endi tug'adi. Shu fevral oyi 25 tasida tug'ib qo'yadi. Urkib qolayotgan qo'ylar kam bo'lgandan keyin. Mana atrof. Uzoqda 4 ta tol bor mana. Atrofda hech kim yo'q. Mana uyga qaytamiz endi.